Kunlardan bir kuni o'rmonning ikki hokimi Sher va Karkidon o'zaro yer talashib janjal qilishdi va bu janjal dahshatli urushga aylandi. Qutqaringlar! Sher armiyasiga Quyon va Bo'rini ham chaqirishdi. Bo'ri mardonavor jang qilar, Quyon esa bir joyda o'tirar edi. Qo'rqib ketgan yanchar Quyonimiz Bo'ridan so'radi. Bo'ri, qonni hidi qanaqa bo'ladi? Quyon, bo'lmag'ur narsalarni so'rab meni chalg'itma. Quyonni yana so'ragisi keldi. Bo'ri, qonni rangi qanaqa bo'ladi? Senga nima dedim? Savol bersang, ikkalamiz ham o'lib ketamiz. Mana ko'rdingmi? O'q boshimga tegishiga salgina qoldi. Ular hali bu uchun javob berishadi. Bo'ri, sendan iltimos. Qon o'zi qanaqa bo'ladi? Jonga tegding-u, bo'qday bo'ladi. Hidi ham, rangi ham bo'qday bo'ladi. Ko'ngling joyiga tushdimi? Ha, tushunarli. Men yaralanganga o'xshayman. Mendan tinmasdan qon oqyapti.